mustaqilligimizni 34 yilligi munosabati bilan vatan uchun, xalq uchun, millat uchun shiori ostida bo'lib o'tayotgan, butun respublikamiz mana shu shior ostida bo'layotgan barcha tadbirlar va bugungi mustaqillik kunimiz bilan chin qalbimdan, bilimlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yil o'zida yana 2 o'quvchimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident agentligi huzuridagi ixtisoslashgan maktablarga, Ibn Sino maktabiga o'qishga qabul qilindi. Shuningdek, yana bir o'quvchimiz mana shu maktabda iqtidorini namoyish qilib, iqtidorini rivojlantirib, demak, Belkov nomidagi rassomchilik maktabiga o'qishga qabul qilindi. Bu bizning juda ham katta yutuqlarimizdan biri. Eng katta yutuqlarimizdan yana biri o'tgan yili bizni jajji bolajonlarimizni quvontirgani bo'ldi. Bu bolajonlarimiz eng katta ballarni olishdi. 100 ball, 98 ball. Demak, va sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Bulardan yana eng quvonchlisi 20 ta o'quvchimiz xalqaro sertifikat oldi. Bu bolalar IELTS edi. Bu sertifikat O'zbekistondan emas, aynan o'sha Cambridge o'zidan imzolanib, QR-kodlari bilan keldi va o'quvchilarimizni bilimini yanada oqlab berishdi. Bu faqat hammasi emas. O'tgan yilda 9 sinf bitirgan o'quvchilarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchilarimizni ko'pchiligi yuqori ballar bilan tibbiyot kollejlariga, yuridik kollejlarga, diplomatiyalarga o'qishga topshirishdi va yuqori ballar bilan litseylarga qabul qilindi. Bu bizning yana bir yutuqlarimiz. Yuqori sinf o'quvchilarimiz SAT, IELTS'lardan ham 8 tasi olgani bu bizning juda katta yutuqlarimiz. O'quvchilarga ta'lim berilayotgan shu darsliklarning mualliflari shu maktabda faoliyat yuritadi. Nargiza opani o'zlari ham bir nechta darsliklar mualliflari hisoblanadi. Shuning uchun ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, eng sifatli bilimni olishda bir namuna sifatida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Davramiz senla güzel, kelayla xurram do'stim. Doirang nishon, mana bugun bayram.